barchaga salom endi Dragon's kanalidagi yangi video yo'qsizlar bu pro hacker shahrimizga kelaman degandi. Hozir ana o'zi Zumrad ko'rinyapti. Men buzilib ketganmi? Tuzroq bo'lishi kerak. To'shlama ulardan so'raychimi bo'lganiga. Do'stlar, bo'ldi. Men so'radim, pro aytdi. Ularni buzilib ketgan sababi bitta portlash bo'lgan o'shanda buzilib ketibdi. Birinchi hakkerdan boshlab oxirgi noob boramiz. Yo'li so'rashganda mana hacker qandaysan? Zo'rmisan? Yaxshiman, o'zing qandaysan? Men yaxshiman bo'ldi. Zo'rmisan o'zi? Men yaxshiman. Ishga kelishimga sovg'a tayyorlab qo'ydim. Sovg'a. Buni eshiging ochiladi yopilmaydi. Shu kompyuterda menga? Yo'q, boshqasi shunga sanduqning ichida turibdi. Ana. Shuncha kompyuterda menga bitta o'zi ham edi. Ana. Buni yoqib uying zo'r ekan. Sovg'asi ham menga yo'qdi. Faqat buncha ko'p narsa yo'qdi. Mayli. Vaqt yetmadi, vaqt. Sizlar tayyor bo'ling bu. Endi proga boramiz. Qani. Voy pro menga qara. Pro. Qandaysan pro, yaxshimisan? Holdan yaxshimi? Yaxshiman, holdan qanday o'zingizmisan? Yaxshi. Hozir uyingni ko'rishga kiraversam bo'ladimi? Kiraver. Faqat ikkitalik sandiq qo'yibsan-da. Vaqt yetmadi. Yo'q. Bugatti. Bitta ya unchasiz ko'proq bo'ling. Voy. O'zim mana shu yerga qo'yib. Do'stlar, taqshib moshum. BMW Bugatti. İşin uzaklarını mı yaptırmayın işini? Apple? Bugatti bundan öte yursa kerak ya. Mana buni qarang. Chit bilan qurgan bo'lsa buni qurolmaydi. Yo'q. Qanday nima kirib ishlab olgan? Bu seni g'alati hakkerdan tashqari shapkasi yo'q. Shapka topganda bo'ladi. Sen kirib ishlab olgansan. Tinchlik bo'lsa. Tinchlik. Faqat qiyinib ketdi yana nima ishing bor? Men ishim bo'ladi-da, kallangga bir uraman, o'ylasang shu ishim bo'ladi. Nima tushib ketdim? Buni uyi endi xudoimga loydan kallani qarang. Ana do'stlar.
endi uchaman. Sizlar kommentariyaga yozib qo'yinglar kim u yo'qdi. Albatta men yozinglar. Aytadi sen loyda yasalgan kimga yoqadi? Moshinlarni endi haydab ko'ramiz. Ой. Ой, zaman bugat yıkadım. Tamam. Buradaki kısımda şu Noob Pro Hacker'da orqachaga olib boraman va ular vijivaniya qiladi. Qanday ko'ramiz kimning vijivaniyasi zo'r bo'lar ekan. Shunaqa qilaymi yoki Noob Pro Hacker bilan qandaydir boshqacha video olaymi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Yana kimi uy yo'qdi, kimi sovg'asi yo'qdi, shuni ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Keyingi qismda mana shaharchamizni ham ko'rsataman sizlarga do'stlar. Ko'p bo'lmasa hammalarga xayr, sog' bo'linglar.